Qamashi bu so'zning ma'nosi nima? Uning tarixiga qisqacha to'xtalamiz. Qamashi hududida Ashtarxoniylar davriga oid 18-asrdagi Ko'ktosh ota, 14-asrga oid O'g'lonjon ota maqbarasi, 15-asrga oid Langar ota, Xo'ja Masiyev va 18-asrga oid Mushkul ota kabi ziyoratgohlar bor. Bundan tashqari, Qamashi hududida 1970-yil barpo etilgan Maydanak Balandtog' rasadxonasi ham aynan shu hududda joylashgan. Qamashi nomi O'zbek Qo'ng'irot qabilasi tarkibidagi Qamaychi urug'i nomidan olingan. Bu etnik guruh qabila uchun lochinsimonlar turkumiga tegishli qamay qushi totemizm e'tiqodiga ko'ra qabilaning muqaddas qushi hisoblangan. Keyinchalik bu qushning nomi qabila nomiga, ya'ni Qumoychi deb nomlangan. Qumoychi so'zi esa og'zaki talaffuzlarda buzib talqin qilinib, Qamashi so'ziga asos bo'lgan. Rivoyatlarga ko'ra, Qumoy qushi uchganda soyasi kimning boshiga tushsa, u davlat va saltanat baxtiga erishadi. Xalq og'zaki ijodiy rivoyatlarga ko'ra esa Qamashi so'zi qamish o'sgan joy ma'nosida ham ishlatilgan deyiladi. Videoni Qamashi do'stingizga yuborib qo'ying.